Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalim a'zolari, muxlislar. Demak, bugungi video darsimizda eMicrosoft platformasida chorak uchun dars jadvalini yuklashni o'rganamiz. Buning uchun birinchi navbatda eMicrosoft admin profili nomidan kirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, administratsiya, ya'ni maktab admini tomonidan bajarilgan ishlardan birinchisi bu dars jadvali yuklash kerak va undan oldin qilinadigan ishlardan bittasi bu administratsiya bo'limiga o'tib hisobot davrlarini bir karra tekshirib chiqish kerak. Hisobot davrlariga kiramiz. Ya'ni hisobot davrlari o'sha dars jadvali yuklanadigan chorakni boshi bilan oxirgi sanasini doim tekshirib chiqish kerak. Demak, bizda to'g'ri 10-noyabrdan boshlanadi, 27-dekabrda tugaydi. To'g'ri. Demak, bu yerda hech qanday o'zgarish yo'q. Xo'p, buning uchun yana bu oynani yopamiz. Buning uchun ikkisi bosilgan bo'ladi. Xo'p, demak, chorak kunlari to'g'ri. Ana endi dars jadvaliga o'tamiz. Hop, dars jadvaliga o'tamiz va har bitta sinflarni birma-bir dars jadvalini yuklab chiqamiz. Men birinchi 5-dan boshlayman. Kiramiz. Hop. Demak, mana bizda birinchi chorak uchun dars jadvali yuklangan edi. O'sha kuni oxirgi dars kuni bo'lgan. Xo'p, ana endi biz yana darsni ishlab chiqish, yaratish bo'limiga o'tamiz, bosamiz. Xo'p, mana bizda birinchi chorak uchun yaratilgan dars jadvali bor. Endi agar sizda dars jadvalida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bu dars jadvaliga o'zgartirish kiritish mumkin yoki xuddi shuni agar o'zgartirish bo'lmaydigan bo'lsa, birinchi chorakda qanday bo'lsa, ikkinchi chorakda ham shunday davom etadigan bo'lsa, shundan nusxa olish kerak bo'ladi. Mana nusxa olamiz. Xo'p, va nomini yozamiz. Ikkinchi chorak. Demak, mana ikkinchi chorak uchun ham nom berdik. Va yaratish tugmasini bosamiz. Mana bizda yaratib olindi. Hop. Hozir demak, bizda mana birinchi chorak uchun dars jadvali turibdi va ikkinchi chorak uchun dars jadvali mana yaratildi. Demak, birinchi chorak shunda qoladi. Agar bizda ikkinchi chorakda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, demak, xuddi shunga kirib tanlaymiz. Mana bu yerda o'qituvchilarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi yoki dars soatlarini o'zgartirishimiz mumkin. Demak, bu sinfimizda dars jadvalida hech qanday o'zgarish yo'q ekan. Shuning uchun bu dars jadvalida shuni nashr qilamiz. Demak, buning uchun nashr etish bo'limiga o'tamiz. Nashr etishni tanlaymiz tugmani. Xo'p, demak, bizda birinchi chorak ko'rinadi doim. Biz hozir ikkinchi chorak uchun o'tamiz. Ikkinchi chorakka o'tamiz. Va mana ikkinchi chorakda 10-noyabrdan boshlanyapti. Demak, eng oxirgi darsimiz bizda mana 27-dekabr kuni. To'g'ri. Xo'p, ana endi biz agar bir haftaga yuklab qo'ymoqchi bo'lsak, mana bu yerda har haftaning oldida ptichka qo'yadigan joyimiz bor. Mana shuni bossak, faqatgina bir hafta uchun yuklanadi. Yoki mana 2 haftaga yuklamoqchi bo'lsak, 2 haftaga yuklash mumkin dars jadvalini. Agar yo'q, butun chorak uchun yuklanadigan bo'lsa, bizda demak butun chorak uchun yuklash uchun eng tepada jadvalimiz eng tepasida mana ptichka qo'ygan joy bor. Shuni bosadigan bo'lsak, butun chorak uchun mana o'zi yuklab beradi bizda. Demak, butun chorak uchun dars jadvali yuklandi. Hop, endi nashr etish tugmasini bosamiz. Nashr etildi mana. Hop, ikkinchi chorak uchun
Demek bizda 5A sınıf uchun dars jadvali yuklandi mana ikkinchi chorak uchun. Xo'p, endi yana keyingi sinfni ham ko'ramiz. 5B. Mana 5B'da ham ikkinchi chorak ochamiz. Ikkinchi chorak uchun hech qanaqa darslik yo'q. Mana buning uchun yana dars ishlab chiqishga o'tamiz. Xo'p, bizda mana birinchi chorak uchun yaratilgan dars jadvali bor. Xuddi shundan nusxa olamiz yana. Chunki bu 5B sinfda dars jadvalida hech qanday o'zgarish yo'q ekan. Demak, shunda qoldiramiz. Endi nusxa olishni bosamiz. Xo'p, tanlaymiz. Xo'p, demak, nom berdik mana. Ikkinchi chorak uchun nom beraman. Xo'p, yaratish tugmasini bosamiz. Xo'p, bu yerda ham hech qanaqa o'zgarish yo'q dars jadvalida. Demak, nashr etish tugmasini bosamiz. Nashr etish yana tugmasini. Xo'p, demak, ikkinchi chorakni tanlaymiz. Xo'p. Bu jadvalda ham demak barcha chorak uchun yuklayman. Dars jadvalini barcha uchun. Barcha chorak kunlari uchun yaratildi. Buni endi nashr etishni bosamiz. Demak, ikkinchi chorak uchun butun davrga, chorakka dars jadvali yuklandi. Xo'p, keyingi sinfga o'tamiz. Yana dars jadvaliga bosamiz. Keyingi sinfimiz A. Yana dars ishlab chiqish tanlaymiz. Yana nusxa olamiz. Demak, ikkinchi chorak uchun demak nom beramiz. Yaratish tugmasini bosamiz. Xo'p, yana nashr etish bosamiz. Nashr etish. Demak, ikkinchi chorak uchun yana xo'p, xuddi shu tartibda butun sinflarni yuklab chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, yana nashr etish bosamiz. Mana yana ikkinchi chorak uchun butun chorak uchun bizda dars jadvali yuklandi. Xo'p. Demak, hozir butun chorak sinflar uchun dars jadvalini yuklab chiqib, videoni davom ettiramiz. Demak, qadrli ustozlar, oxirgi sinfimizda dars jadvalini yukladik. Mana demak, nashr etishni bosamiz. Demak, mana barcha sinflar uchun dars jadvali yuklandi. Xo'p. Demak, har bitta sinfni ikkinchi chorakga ko'radigan bo'lsak, mana barcha butun davr uchun yuklangan. Demak, dars jadvali bizda o'zgarish bo'lmagani uchun dars jadvali yuklashda unaqa muammo bo'lmadi. Mabodo agar o'zgartirish bo'lsa, birinchi o'zgartirish qilib dars jadvali, undan keyin yuklagan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xo'p. Demak, bizda barcha sinflar, ya'ni yuqori sinflar uchun dars jadvali yuklandi. Tushunarli bo'ldi deb hisoblayman ustozlar. Savolinglar bo'lsa, Telegram kanaliga yozishinglar mumkin yoki izohlarda. Agar video ma'qul bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.